Koreyaning bog'chalarining birida juda ham xush xabar bo'ldi. Bitta bog'chada yosh bolacha ovqat yeyotganda tiqilib qoldi ekan. Tokpoki bo'ladi-yu. Karslar tokpoki yeydi, o'sha tokpoki yeb bog'chada tiqilib qolibdi. Bolaga hech narsa qilmagan. Xudoga shukr. O'sha holat boshqa ko'plab Koreyadagi bog'chalarga ta'sir qildi. Sog' boradigan bog'chani bir oylik ovqat tizimi o'zgarib ketdi. Ya'ni sog'ni bog'chasidagi menyudan tokpokini olib tashlashdi. Endi tokpokini o'rniga non berishar ekan. Bizga har bitta ota-onaga SMS yubordi. Bog'chani mudiri aytdiki, boshqa bog'chadan shunaqa noxush xabar yetib kelgani uchun endi biz menyuyimizdan tokpokini olib tashlashga qaror qildik. Uni o'rniga non beramiz deb SMS keldi. Juda ham qoyil qoldim. Ota u bolaga hech narsa qilmagan, ozgina ko'p yeb qo'ygani uchun tiqilib qolgan. Shuni orqasidan ko'plab bog'chalarga ta'sir qildi.